Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. 4 etajli toza domimizni 3-chi etajida bir xonadonimiz sotib olib qo'ygan ekan. Shpakulyovkada turibmiz. Har etajimizda 3 xonadon bo'ladi. Do'rimizdagi xonadonni ko'rib chiqamiz. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Xiva yo'li Broller domi yonida bo'ladi. Bismillah. Kelganimizdan koridor, yon tarafimizda xonasi, montaj ishlarimiz bo'lgan, gaz suv svetidan muammo yurtdoshlar. E'tibor beramiz. Birimizda yana ataplarni to'sishlarimizni o'tirib qo'yib turib qo'ying. Montajlarimiz bo'lgan, svetni simlarimiz ham o'tib turibdi. Bu tarafda girish qismi. Kvadrat ham 38 yo sal ziyodroq ekan. Oyoq telarimiz quyilgan, shpakulyovkadan chiqib turibdi. Xonasini tushuntiradigan bo'lsak, xonamiz ham keng. Uyimiz baland, kirpishli dom yurtdoshlar. Toza dom bo'ladi. Xonamiz ham kengligi zo'r. Oynalarimiz juda aqva. Oyoq telarimiz quyilgan. Bahası ham zo'r baholar. E'tibor berib ko'ramiz yurtdoshlar. Berimizda sanuzeli. Bu yerda ujina suv to'sishlarimiz o'tgan. Berimizda meni ummonlik uchun kanalizatsiya, berimizda yana kanalizatsiya to'sishlarimiz, suv to'sishlarimiz polni girib montaj bo'lib turibdi. Deboxotlarimiz boyna. Berimizda kuxnyasi. Kuxnyamiz ham normalniy. Bu yerda do'kontonli katyonni ulab berasizlar. Bu yerda uje do'shishlarimiz ham tayyor. Bu tarafimizda deboxot. Gaz to'sishlarimiz ham yana kraniklar ilin turibdi, blomber olib turibdi. Gazdan muammo yurtdoshlar, e'tibor beringlar. Gaz yo'q yer emas, gaz bor. 100% xudo xolasa kelib tekshirib ko'raverasizlar. Berimizda yana bu yerdan kanalizatsiya, suv to'sishlarimiz kelgan. Yurtdoshlar, shunda buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 205 million bo'ladi. Sroshi sotib olgan ekan. Ulgirib qolamiz, yaqinlarimiz ham ulashib qo'yamiz. Yo'la yaqin yerda yurtdoshlar, toza domda bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.